ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo mana bu bugungi kunimizni o'zi iroda qilgan ekan inshaalloh. Ba'zi bir mavzularda juma kunidagi darsda umumiy bir aytib ketganligimiz uchun uni bir xususiy ba'zi dalillarni keltirib tushuntirishligimizga umumiy odamlar to'planganligida bir shart sharoit umumiy odamlarni tushunmay qolishliklari yoki vaqtni uzoq ketishligi sababli shu darsni uyushtirmagan edik. Inshaalloh bugundan mana dushanba kunlari Xudo xolasa Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bir dars uyushtiramiz. Darsimizning birinchi mavzusini ixlos mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'iy nazar ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishligiga qaramasdan uning tagida ixlos bo'lmasa bu amal habat amaldir. Ammo ko'rinishlikda kichkina amal bo'lishligiga qaramasdan buning ostida ixlos bekinib yotsa bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. Ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shart. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, "Vadittu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim." ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. Men xohlardimki fuqaho kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallaridan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardim. Va niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardim. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklaridan paydo bo'lgan ekan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldim. Qalb amali bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Ba'zilar bunga yazidu bit ta'ati va yanqusu bil isyan qo'shib qo'yganlar. Iymon nima? Til bilan iqror bo'lishlik. Bu zohir bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik. Bu